Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hormayli oq-ukalar, opa-singillar, xonadonlar tinchmi, oila xotirjammi? Sizlar bilan yana men Kirakash polvon, ya'ni Murod Rashidovich. Oq-ukalar, opa-singillar, bugungi mavzuyimiz biznes hamda primer tariflari haqida bo'ladi. Ko'pgina biznes hamda primer tarifida yurgan oq-ukalar maslahat solishdi hamda iltimos qilishdi, shu videoni chiqaring, ommaga odamlar bilsin, ko'rsin deb. Hozirgi paytda biznes hamda primer tariflarida juda ham ko'p blokirovka bo'lyapti. Ya'ni biznes hamda premium tariflarini o'chirib qo'yishyapti. Bunga sabab biznes hamda premium tarifini standartiga javob berilmayotgani. Ya'ni eshikni ochib yopilmayotgani, forma, adejda to'liqlicha bo'lmayotgani, hop, salonda kerakli bo'ladigan narsalar to'liqlicha qo'yilmayotgani, zaryadga ko'rinadigan holatda qo'yilmayotgani, mijoz bilan suhbat qilinayotgani, undan ham tashqari klient o'tirgandan keyin, ya'ni mijoz o'tirgandan keyin qayerga borasiz deb so'ralmayotgani, temperaturaga umuman qaralmayotgani. Oq-ukalar, hozirgi paytda nafaqat biznes hamda premium tarifi, balkim komfort tarifida ham nima sababdan blokirovka bo'lyapti yoki nima sababdan reyting tushayotganini men sizlarga birin-ketinlik bilan aytib o'taman. Birinchi o'rinda komfortdan boshlaylik. Bu video premium tarifi hamda, ya'ni primer tarifi hamda biznes tarifi uchun, lekin shu orada komfortni ham aytib o'tmoqchimanki, hozirgi paytda общий jamlanganda komfort tarifidan yuqori bo'lgan premiumgacha, ya'ni primer tarifigacha temperatura juda ham blokirovkaga sabab bo'lyapti. O'zimiz yuqoriroq kiyim kiyamiz hamda pechkani shunga moslab qo'yamiz, ya'ni issiqroq qilib qo'yamiz va mijoz o'tirganda qalin kiyimda bo'ladi, unga diskomfort bo'ladi. Ya'ni u komfortni o'zini his qilmaydi va sizlarni reytinginglarni tushirishga bir sabab bo'ladi. Iloji boricha komfort tarifida yuradigan oq-ukalarimiz qish kuni o'zingizlarga moslab emas, mashinani sal прохладный qilib, yoz kuni ham o'sha berilgan 20-22 gradusgacha qo'yib qo'yib, cho'tki qilib qo'ysanglar, xudo xolasa, hamda standartlarga javob berilsa, xudo xolasa reytinginglar tushmaydi oq-ukalar. To'g'ri, orada chiqib qolishi mumkin qanaqadir bir mijozlar asabni o'ynaydigan, atidan mashnaqa reytingni tushiradigan. Nima uchun? Ular promokod oladi. Promokod orqali ular poyezdkani arzonroq qiladi. Insof bersin deb qolamiz endi. Men ham derdi unaqalarga. Lekin mana shu komfort hamda biznes, komfort plus, elektro, hop, primer tariflari iloji boricha standartga javob beradigan holatda yursanglar, sizlar blokirovka uchramaysizlar. Hozirgi paytda tayinli покупатель degan hop anaqa bor, ish bor, ular ham ish o'rin sifatida qabul qilinadi, ya'ni ish o'rin sifatida ularni ishga olinadi. Ular tayinli покупатель bo'lib ishga kiradi. Sizlarni oddiy Yandex qilib chaqirib, polniy standartga javob beryaptimi yo'qmi tekshiradi hamda отчет yuboradi. Shu отчетida sizlar tushib qolsanglar, sizlar blokirovka bo'lasizlar 100%. Hozirgi paytda juda ham ko'p mashinaqa tayinli покупательlar. Iloji boricha ehtiyot bo'linglar, standartlarga javob beradigan holatda ish tutinglar, eshikni ochib yopish. Endi bu kasbni o'zimiz tanlaganmiz, ya'ni taksi sohasi. Misol uchun ko'pchilik arendaga, ko'pchilik kreditga mashina olib qo'yapti, bir xilga blogerlarni gapi bilan. Xullas olib qo'yishyapti-da va reytingi bang deb tushgandan keyin ular 6 oyga biznes hamda primer tariflaridan cheklanishyapti. Cheklanishgandan keyin o'sha arenda va kreditini pulni to'la olmay qolishyapti. Shuning uchun iltimos qilib qolardim, bu sizlarni manfaatinglar uchun.
iloji boricha standartga javob beringlar. Aytishinglar mumkin, har xil kommentariy bo'ladi. Orqasini ham artib qo'yish kerakdir, ana qilib qo'yish kerakdir, buna qilib qo'yish kerakdir. Yo'q, aka-ukalar. Menga vashi chisti qizig'i yo'q. Meni ishim sizlarni ogohlantirish. Meni ishim sizlarni faqat ogohlantirish. Sizlar agar blokirovka uchramasanglar, sizlar daromadinglarni yuqoriroq qilsanglar, men shundan maza qilaman. Shundan xursand bo'laman. Tushundinglar, aka-ukalar? Joninglar har doim sog' bo'lsin. Bardam baquvvat bo'lib yuringlar. Sizlar bilan yana shu kirakash polvon bo'ldi. Ya'ni men Murod Rashidovich. Joninglar har doim sog' bo'lsin. Blokirovkalardan Allohning o'zi sizlarni saqlasin. Yomon insonlarning yuzini sizlardan nari qilib, yaxshi insonlarning yuzini sizlarga ro'para qilib qo'ysin. Aka-ukalar, opa-singillar, video yoqqan bo'lsa, like ayamaysizlar degan umiddaman. Kommentariyada o'z fikringizni qoldirasizlar. Negativ shart emas. Bu hammasi sizlarni o'ylagan holatda aytilayotgan gaplar. Xo'p, yana nima? Yana podpiska so'rab qolardimki, 20 mingtadan o'tdi. Xudo xolasa sizlarni sharofatinglar bilan sizlarga kattakon rahmat. Yanada teparoq chiqishimiz uchun kimda kim bez podpiska ko'rayotgan bo'lsa, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Bizda juda ham manfaatli videolar bo'ladi, xudo xolasa. Joninglar sog' bo'lsin.